Assalomu alaykum. Bu videomiz jonli darsga kirish va jonli dars qaydlari haqida bo'ladi. Birinchi bo'lib, e-Campus tizimining bosh sahifasiga kiramiz. Bu sahifada bo'limimizga tegishli darslarni ko'rishimiz mumkin. Menyudan takvimga kiramiz. Bu yerda birozdan so'ng boshlanadigan darsimiz dijital dönüşüm darsi. Darslarim bo'limiga qaytib, dijital dönüşüm darsiga kiramiz. Tugmaning qizil rangda yonishi jonli dars boshlanganligini bildiradi. Tugmani bosib, darsga kiramiz. Hozir jonli dars boshlanish jarayonida. Mana bu qismda o'quvchi hamda o'qituvchilarning ro'yxati va qatnashuvchilar soni ko'rsatilgan. Bu yerdan esa ustozga savollaringizni berishingiz mumkin. Agar qatnashuvchilar soni 300 tadan oshib ketsa, tizim sizni darsga kiritmaydi. Darslarga 5-10 daqiqa oldin kirishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Har bir dars qayd qilinib, 6 soatdan keyin tizimga yuklanadi. Ularni ko'rish uchun darslarim sahifasiga kirib, kerakli darsni tanlaymiz. Quyidagi bo'limlardan jonli dars qaydlari qismiga bosamiz. Qaydlar o'quv yili, semestr va dars haftalariga ko'ra ajratilgan bo'ladi. Kerakli dars qaydiga bosib, video shaklida ko'rishimiz mumkin. Darslaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz.